Assalomu alaykum onlayn reklama a'zolari. Sizlar bilan g'aybona yana bir bora uchrashib turganimdan nihoyatda xursandman. Bugungi temamiz qizil o'ngashda uchraydigan o'simta, kista, grijalar haqida suhbatlashamiz. Bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizni tabiiy giyohlari, siroplari yordamida bemalol kelib lechena olib, sog'ayishlaringizni tavsiya qilaman. Bizga Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizga shunaqa bemorlar murojaat qilishadiki, man 1 yil bo'ldi, 2 yil bo'ldi davolanib turibman, shifo topolmayapman, ovqat yeyishga qiynalyapman, suv ichishga ham qiynalyapman, hattoki suvam og'irib o'tyapti, ko'nglim ayniyapti, holsizman, ishtaham yo'q degan bemorlar ko'plab murojaat qilishadi. Man stent qo'ydirdim qizil o'ngachimga deydi. 1 marta qo'ydirdim, 2 marta qo'ydirdim, 3 marta qo'ydirdim degan bemorlar murojaat qilishadi. Operatsiya qildirganman 1 marta, 2 marta deydi. Shunaqa bemorlar ko'plab uchraydi. Bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizda tabiiy giyohlari, malham siroplari yordamida bemalol davolanib, lechena olib, sog'ayishlaringizni tavsiya qilaman. Shunaqa bemorlar ko'plab uchraydi. Allohim dard beribdiki, darmonini ham o'zi berib qo'ydi. Faqat aytgandek qilib, o'z o'rnida soatma-soat 2 soatdan och holat, to'q holat e'tibor bilan iste'mol qilinsa kifoya. 3 sutkadan keyin bizning giyohlarimizni, siroplarimizni iste'mol qilib boshlagandan keyin 3 sutkadan keyin sekin-sekin yaxshilashishni boshlaydi. Allohning qudrati ila. Allohim o'zi har bir narsaga qodir ekan, buyuk zot yakka yolg'iz o'zi bir. Alhamdulillah, 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 Allohimga tavakkal qilamiz. Bemalol kelib lechena olib, sog'ayishlaringizni tavsiya qilaman. Bemorlarimizga Allohim shifosini bersin. Sog'lom insonlar hech ham bemor bo'lmasin. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, layklaringizni bosaveringlar. Kelgusi efirlarga chidab qolaman.